Assalomu alaykum aziz do'stlar, yana bitta eksklyuziv yangiligimizni qisqacha obzor qilmoqchiman. Yoz mavsumi ham boshlandi. Ko'pchilik yozda ham yangi uzun kiyadi. Oq rangli ko'yni, sostavi lyon aralash jun, tabiiy material va bunga mos chig'anoqdan qilingan rakushkadan tugma. Chunki materialimiz tabiiy, tugmalarimiz ham plastik emas, hammasi tabiiy bo'lishi kerak. Yoqasining tagida ham tugmasi bor. Yoqi uchib ketmasligi uchun pidjaklar bilan kiysa ham juda ham chiroyli turadi va yonida mana bunaqa shlitsasi bor. Qo'lni cho'nchaga tiqqanda ham chiroyli ko'rinib turadi. Temno-siniy variantimiz ham tayyor. Solidный, богатый. Besh rangli lyon aralash chest ko'ylagimiz tayyor. Chig'anoq rangini o'ziga mosladik va bitta cho'nchak dizayni uchun berdik. Minimalizm, mintoviy rangi tayyor. Buni cho'nchagiga e'tibor berasizlar. Buni formasi, buni dizayni boshqa. Temno xaki rang, чисто мужской. O'zimizning stilda shokoladli rangli lyon ko'ylagimiz tayyor. Temno korичневый, to'q jigardan eksklyuziv komfortimizni taqdim etmoqchiman. Bu gal lyon emas, paxtadan tikilgan. Lyonga nisbatan yumshoqroq, mayinroq, komfortli, myullilar bilan ham zo'r turadi, tapchkalar bilan ham zo'r turadi. Dam olishga, shunaqa shampo oziqligiga, ishdan tashqari chiqishga juda ham zo'r variant. Bunisida ikkita cho'nchak. Har bir narsamizni alohida dizaynga ega. Hech narsa bizda takrorlanmaydi.